Assalomu alaykum azizlar. Huquq bilan 30 kun challenjiga bugun start beramiz. Demak, birinchi kun ob-havo sharoiti yomonlashganligi sababli ko'p qavatli uylarda, ya'ni domlarda issiqlik ta'minoti, отопление bilan bog'liq muammolar vujudga keladi. Assalomu alaykum azizlar. Huquq bilan 30 kun challenjiga bugun start beramiz. Demak, birinchi kun ob-havo sharoiti yomonlashganligi sababli ko'p qavatli uylarda, ya'ni domlarda issiqlik ta'minoti, отопление bilan bog'liq muammolar vujudga keladi. O'zi asli buni qonunchilikda tartibi qanaqa? Ko'p qavatli uylarda issiqlik ta'minoti qoidalari tasdiqlangan. Mazkur qoidalarga ko'ra 1995-yilgacha qurilgan ko'p qavatli uylarda issiqlik ta'minoti 20 gradusni, agar uy rekonstruksiya qilinmagan bo'lsa 18 gradusni tashkil etishi shart. Shuningdek, ko'p qavatli uylarda issiq suv gradusi 50 gradusdan 75 gradusgacha bo'lishi shart qilib belgilab qo'yilgan. Agarda sizning ham uyingizda issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi organlariga murojaat qilishingiz mumkin.